Bitta gap aytaymi? O'zim tanlagan taom retsepti mazasiga o'zim lol bo'lib o'tiribman. Kartoshkani qaynatib pishgach tuz solib ezib pyure qilib olamiz. Qirg'ichdan chiqarilgan sir, mayda to'g'ralgan ukrobni solib aralashtiramiz. Tayyor massamizga dumaloq ko'rinishni beramiz. Xamir uchun iliq suvga tuz, o'simlik yog'i solib aralashtirib, un solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirni zuvalalarga bo'lib, zuvalarni 10-15 daqiqa davomida tindirib ko'rsatilgandek qilib o'rtasiga pyure qilib, chetlarini to'plab bukib olamiz. Foydali eslatma: hech qachon dadiylardan, hojilardan ularni qodir qilgandan ortig'ini so'ramanglar. Pyureli xamirni yoyib ko'rsatilgandek qilib quruq tovada ikkala tarafini pishirishni boshlaymiz. Yanada mayin mazali bo'lishi uchun sariyog'dan suramiz. Ko'rib turganinglardek, u yoq bu yoq tarafini aylantirganinglarda katta bo'lib pishib ketadi. Teshib qo'yishni unutmanglar. Oldimizda Ramazon, iftorligi, saharlik uchun mos keladigan mazali yeguligimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang. Assalomu alaykum muslimalarim. Bismillah deb Ramazon oyi uchun ideyalarni boshlab yubordim. Ikkita tuxumni chaqib aralashtirib, iliq sut, iliq suv, shakar, dro'ja, tuz solib aralashtiramiz. Xamir tayyorlash uchun oliy navli undan solamiz. Manda Admiral oliy navli unlari. Issiqroq joyda yarim soat oshirib olgach, qirg'ichdan chiqarilgan sir, mayda to'g'ralgan ko'k piyoz, sosiska hamda qizil bolgarskiyni solib aralashtirib olamiz. Tovaga o'simlik yog'i solib biroz qizigach, 2 cho'michdan solib, xamirimizni ko'rsatilgandek qilib yoyib, qopqog'ini yopib, bir tarafini pishirib olamiz. Xamir usti qurigandan keyin ikkinchi tarafini aylantirib, u tarafini ham pishirib olamiz. Shunaqa mayin, shunaqa yumshoqqina chiqadi. Mana o'zingizlar ham ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. Ramazon uchun saharlik va iftorlikda maza qilib yeydigan mayingina yeguligimiz tayyor bo'ldi. Qulay bo'lishi uchun kesib dasturxonga torting. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang. Noodatiy ko'rinishga ega tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang. Assalomu alaykum muslimalarim. Oldimizda Ramazon, shu uchun issiq taomlar retsepti bilan bo'lishda davom etaman. Qozonga o'simlik yog'i solib qizigach, go'sht, mayda to'g'ralgan piyoz, mayda qirg'ichdan chiqarilgan sabzini solib qovurib olamiz. Tabga ko'ra tuz, tomat pastasidan solamiz. Chiroyli bo'lib qovurilgan zirvagimiz ustidan suv quyib, milqillatib 1-1,5 soat davomida qaynatib olamiz. Taom xushxo'r bo'lishi uchun lavr yaprog'idan solamiz. Suvga 1 qoshiq unni solib aralashtirib, qozonga xuddi ko'rsatilgandek qilib venchik yordamida aralashtirib quyib olamiz. Endi garnir tayyorlab olamiz. Uning uchun hidsiz mazali yarko o'simlik yog'laridan quyib, aviko kartoshka mahsulotlarini yaxshilab qovurib olamiz. Bitta qovursa tayyor bo'ladigan kartoshkalar bilan taomimiz yanada tezroq tayyor bo'ladi. Bu orada gulyashimiz yanada shira tortib, un hisobiga quyuqqina bo'lib oladi. Chiroyli qilib taomni iftor dasturxoniga suzish qoldi xolos. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang. Assalomu alaykum muslimalarim. Uy sharoitida krokant tayyorlaymiz. Ushbu retsept sizga yoqishi aniq. Olovni pastroq qilib yoqib, tovaga shakarni solib, erigunicha aralashtirib olamiz. Yaxshilab erigan massamiz ustiga ozroq sariyog' bo'lagidan solib, aralashtirib eritib olamiz. Olovni o'chirib, massamiz ustidan kunjut solamiz. Kunjut hamda qiyomni yaxshilab aralashtiramiz. 2 bo'lak pergament qog'ozni olib, bittasini ustiga massamizni ag'daramiz. Ustidan ikkinchi pergamentni yopib, qo'limiz yordamida tekizlab, taxtakash bilan bosib olamiz. 2-3 daqiqa atrofida pergamentni bemalol ko'chirib olsanglar bo'ladi. Bu yog'iga tezroq harakat qilamiz, qotib qolmasdan pichoq yordamida iz tushirib kesib olamiz. Xohlagan shaklda kesishinglar mumkin, xohlasanglar uzunchoq, xohlasanglar kvadrat ko'rinishda. Uy sharoitida mazali krokant shirinligimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang.
Assalomu alaykum musiymalarim. Istanbulni eslatuvchi taom retsepti bilan bo'lishaman. Eng mazali merjimak sho'rvasi aynan ushbu retseptda tayyorlanadi. Qozonga o'simlik yog'i solib ketma-ketlikda sabzavotlarni qovurishni boshlaymiz. Piyoz, sabzi, kubik qilib to'g'ralgan kartoshka, chesnok, ziravorlardan paprika, murch, kurkuma hamda tuz solib qovurib olamiz. Pomidorni postini artib, mayda kubik qilib to'g'rab, sabzavotlar ustidan solib qovurishda davom etamiz. Lavr yaprog'i hamda 20 daqiqa muzdek suvda uvib turgan chechitsani solib qovuramiz. Odatda 500 gram chechitsa uchun 3 litrga yaqin suv solinadi. Suvni quyib, qaynab chiqqach, qopqog'ini yarim soatga yopib qo'yamiz. Pishgunicha sous tayyorlaymiz. Sariyada paprikamizni qovurib olamiz. Yarim soat qaynab tayyor bo'lgan taomimizdan lavr yaprog'ini olib, suyuqroq pyure ko'rinishiga kelgunicha yaxshilab blenderlab olamiz. Tayyor bo'lgan taomimizni idishga suzamiz. Mayingina xushxo'r sho'rvamiz ustidan sousni quyib, tabga ko'ra oregano hamda limon suvlaridan siqib dasturxonga tortamiz. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang. Koreys millatiga mansub, lekin hamma millat yaxshi ko'rib yeydigan pikoje retsepti bilan bo'lishaman. Karamni kesib, o'zagini olib, ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Tuz solib, suvni chiqazib ezib olamiz. Bir chetga olib qo'yib, iliq suvga shakar, o'simlik yog'i, droja, tuz solib aralashtirib, oliy navli undan solib xamir qoramiz. Manda Admiral oliy navli unlari. Idishni yog'lab, xamirimizni qo'yib, ustini yopib, 1 soatga oshirish uchun olib qo'yamiz. Nachinkasi uchun qizib turgan yog'ga piyoz, qiymani solamiz. Go'sht rangi o'zgargach, karamni solib qovurishda davom etamiz. Tabga ko'ra murch, tuz solamiz. Suv tortilgunicha qovurib turamiz. Oshgan xamirimizni ko'rsatilgandek qilib yig'ib, zo'rachalarga bo'lib, zo'rachalarimiz ustiga paket yopib, 10 daqiqa oshirib olamiz. Yoyib, nachinkadan ayamasdan solamiz. Videoga o'ng bo'lishi uchun chap qo'limda tugib ko'rsatdim. Kechalar filo do'koniga borib sotib olgan mantiqozqonim ham aynan mana shu retsept uchun edi. Tugilgan pigojeni 10 daqiqa mantiqozqonda oshirib olamiz. Biroz ko'tarilgan pigojelarni 25 daqiqa davomida qaynab turgan suv ustida pishirib olamiz. Yosh qizlarimizga eslatma, taom tayyorlayotganingizda boshingizda ro'molingiz bo'lgani yaxshi. Retsept uchun nodirangizni duo qilishni unutmang.